Hayit dasturxoningiz uchun og'izda erib ketadigan ikkita tuxumdan barakali 1,5 kilo bo'lib chiqadigan qushtil retseptini sizlar uchun o'rgatib qo'yaman. Retsept ko'rishdan oldin bitta dona yurakchani bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Avval ikkita tuxumni chaqib, yaxshilab penka holatiga keltirib olamiz. Ozgina razrixlitel, tuz, shakar solib, yana bitta mikser qilib olamiz. Xamir qorish uchun oliy navli un solishingiz shart. Manda har doimgidek oliy navli turon unlari. Taxminan 250-270 gram un solib, qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. 20-25 daqiqa davomida tindirib olib, xamirimizga oz-ozdan un solib, o'rtacha qalinlikda xamir yoyib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek razmerda figura pichoqda kesib olamiz. Oldindan qizdirilgan juda ham past olovda pishirib olamiz. 10 ta 15 tadan solsangiz shunaqa chiroyli bo'lib, bir xil bo'lib pishib chiqadi. Yana bitta kerakli maslahat aytib o'taman. Olovingiz juda ham past bo'lishi shart. Bo'lmasa qip-qizil bo'lib pishib ketadi. Albatta, qush tilini pishirganingizdan keyin hamma yog'inglar yog', dog' bo'lib ketadi. Shu sababdan sochiqlarimni bittada bavi bilan tozalab oldim. Agar kastrulkali ham yomon bo'lsa, kastrulka bilan birga qaynatsanglar, bahonada kastrulkali ham yengidek bo'ladi. Endi sizlar qush tilining ovozini eshitinglar. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanch qilib, ishonchli retsept qidirib yurgan yaqiningizga ham hoziroq videoni yuborib qo'ying.